Bu turishda bozordan umuman mol olmayman shekilli. Bunisiga egasi bir hafta garantiya bergandi. Bunisiga bo'lsa bir oy garantiya bergandi. Lekin bunisini ichi ketyapti. Bunisini bo'lsa burni oqyapti. Ishtahasiga keladigan bo'lsa umuman yemayapti. Endi pulimga kuyib qolamanmi? Jamshid aka, nimaga vahima qilasiz? Bunaqa holat sizgacha ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Chunki bu holat hozirgi kunda havo sovishida mollarda shamollash kuzatilishi aniq. Chorva hayvonlaringizni saqlash va ularni davolash haqidagi ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Buni sizga hozir yechimini ko'rsatamiz. Mana shunaqa boquvdagi mol bo'ladimi yo daladagi mol bo'ladimi, ko'plarni burni oqib ichib ketish holatlari kuzatilyapti. Buni yechimi esa Mabetco firmasining Sudex antibiotiki. Buni afzalliklari hayvonlarda nafas yo'lida yallig'lanish hamda ichib ketishi, axlatidan qon kelish, ingichkachalarda yallig'lanish va bundan tashqari stomatit hamda dermatit kasalligidan keyin terida yiringli jarayon, nekrotik jarayonlarga ham yaxshi yechim bo'ladi. Qo'llash tartibi 20 ml dan 30 ml gacha kunda bir mahal kasallikni holatiga qarab 3 kundan 5 kungacha bo'lgan muddatda muskul orasiga inyeksiya qilinadi. Jamshid aka Sudex antibiotikga qo'shib birorta vitamin olgan holatda molingizga bemalol shu tartibda qo'llasangiz bo'ladi. Va shu videoni xuddi mana shunday bozordan mol olib keladigan va molini ichib ketadigan va burni oqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.